Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Qashqadaryoda 2 nafar ayol ko'chada mushtlashdi. O'zbekiston san'at arbobi vafot etdi. Amirsoyda shir yalang'och ayollar shou ko'rsatdi. To'qayev O'zbekistonga havas qilishini aytdi. Turkmaniston elektr energiyasini O'zbekiston orqali sotishi mumkin. Aziza Yoqubova xonavayron bo'ldi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. To'qayev O'zbekistonga havas qilishini aytdi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev O'zbekistondagi neft zavodlariga havas qiladi. Bu haqda To'qayev o'zi 23-yanvar kuni biznes vakillari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda aytib o'tdi. Biz SSR davrida qurilgan neft-gaz sohasidagi mavjud zavodlarni ta'mirlash bilan ovoramiz. Qo'shnimiz O'zbekiston esa allaqachon 2-3 ta yangi zavodni qurishni uddasidan chiqdi. Bir qarashda odamning havasi keladi, dedi To'qayev. Turkmaniston elektr energiyasini O'zbekiston orqali sotishi mumkin. Bu haqda prezident Gurbanguli Berdimuhamedov elektr energetikasini rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilishda ma'lum qildi. Bu davlat rahbarining Turkmaniston shimolidagi Toshhovuz viloyatiga tashrifi chog'ida yuz berdi. Hozirda Turkmaniston elektr energiyasi qo'shnilarimiz Eron, Islom Respublikasi va Afg'oniston, O'zbekiston va Qirg'iziston Respublikasiga yetkazib berilmoqda. Bundan tashqari uni O'zbekiston va Eron orqali 3-davlatga yetkazib berish imkoniyati bor, deya prezident Berdimuhamedovning so'zlarini keltirib o'tadi Neytral Turkmaniston gazetasi. Nashrning ta'kidlashicha, davlat rahbari bu boradagi ishlarni kechiktirmasdan davom ettirish bo'yicha bosh vazir o'rinbosariga topshiriq bergan. Bryusselda to'qnashuvlar, Covid pasportlariga qarshi ommaviy norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. Ommaviy axborot vositalari ko'chalarda 100 mingga yaqin odam borligini xabar qilmoqda. Politsiya suv purkamoqda va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz ishlatmoqda. Aziza Yoqubova xonavayron bo'ldi. Mening mehnatim peshona terim edi. Aziza Yoqubova katta miqdorda pul yo'qotganligini aytdi. Qashqadaryoda 2 nafar ayol ko'chada mushtlashdi. Ma'lum bo'lishicha, 2022-yilning 20-yanvar kuni Yakkabog' tumani Jambul mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Qarshi shahriga qatnovchi avtomashinalar avtoturargohi yaqinida xotin-qizlar o'rtasida o'zaro janjal kelib chiqqan. Surishtiruvlar davomida Yakkabog' shahri, Yakkabog' tumani va Yakkabog' tuman Qoramurchi qishlog'i yo'nalishi Qashqadaryo viloyati transport boshqarmasi tomonidan tenderga qo'yilgani aniqlandi. Tenderga fuqaroga tegishli MChJ g'olib bo'lgan. Natijada ushbu yo'nalishni muqaddam nazorat qilib kelgan shaxsga tegishli MChJ va tenderning yangi g'olibiga tegishli MChJ xodimlari o'rtasida kelishmovchilik kelib chiqib, janjal yuzaga kelib chiqqan. Qayd etilishicha, holat yuzasidan hozirgi kunda Yakkabog' tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, mazkur holat yuzasidan tekshiruv yakuni bo'yicha qo'shimcha ma'lumot beriladi. O'zbekiston san'at arbobi vafot etdi. O'zbekiston san'at arbobi, professor, teatr rejissyori, pedagog Jo'ra Mahmudov olamdan o'tdi. Marhumning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildiramiz. Amirsoyda shir yalang'och ayollar shou ko'rsatdi. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda yarim yalang'och ayollar ishtirokidagi fotosessiya jarayoni tasvirlangan videolar tarqaldi. Mazkur videoda tasvirlangan voqea joyi Amirsoy tog' chang'i kurorti ekani aytilmoqda. Video xabarga ko'ra, 2 nafar ayol Amirsoy kurortida dam olish uchun kelgan o'nlab odamlarning ko'z oldida deyarli yalang'och holatda suratga tushgan. Fotosessiya jarayoni ketayotgan joyda ayollar va bolalar ham bo'lgan. Turizm va sport vazirligi mazkur holatga qanday munosabat bildiradi? Eslatib o'tamiz, Amirsoy tog' chang'i kurorti 2019-yilning 21-dekabr kuni ochilgan. Mazkur loyihaga 80 million yevrodan ortiq investitsiya jalb etilgan. Ushbu tog' kurortida 892 gektar maydonni egallagan va 580 o'ringa mo'ljallangan. Qurilish ishlarida Italiya, Germaniya, Avstraliya, Argentina, Ispaniya, Daniya kabi davlatlardan yetakchi kompaniya mutaxassislari jalb etilgan. 2021-yilda O'zbekistonda avtomobil ishlab chiqarish sezilarli kamaydi. O'zbekistonda 2021-yilda 236.667 dona yengil avtomobil ishlab chiqarilgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Statcomga ko'ra, 2021-yilda 2020-yilga nisbatan 43.413 dona kam avtomobil ishlab chiqarilgan. Ayrim turdagi sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi: ko'mir 5,1 million tonna, avtomobil benzin 1,1
1 million tonna, neft 774 ming tonna, gaz kondensati 1,3 million tonna, yengil avtomobil 236 ming 667 dona, avtobus 1003 dona, yuk avtomobillari 3979 dona, traktor 213 dona, avtomobil dvigatellari 160,4 ming dona. Eslatib o'tamiz, 2021-yilda eng ko'p ishlab chiqarilgan yengil avtomobil Cobalt bo'lgan. Navoiyda Matiz haydovchisi yo'l patrul xizmati xodimini kaltakladi. Ijtimoiy tarmoqlarda Navoiyda avtomobilni jarima maydoniga olib ketayotgan yo'l patrul xizmati xodimi ayovsiz do'pposlangani aytilgan video tarqaldi. Holat yuzasidan Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, voqea kecha 22-yanvar kuni soat 12:20larda Navbahor tumani hududidan o'tuvchi A379 avtomobil yo'lining 3-kilometrida yuz bergan. Yo'l patrul xizmati xodimi Matiz haydovchisini to'xtatgan. Tekshiruv davomida haydovchi yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanishi va uning yonida kunlik yo'l varaqasi mavjud emasligi ma'lum bo'lgan. Shundan so'ng haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma tuzilib, avtomobil vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga olib ketayotgan vaqtda 1993-yilda tug'ilgan haydovchi yo'l patrul xizmati xodimiga faol qarshilik ko'rsatgan va tortishuvli vaziyat yuzaga kelgan. Xabarga ko'ra, holat sodir bo'lgan joyga tuman ichki ishlar bo'limi, tezkor tergov guruhi va prokuratura xodimlari chiqib, tegishli hujjatlar rasmiylashtirilgan. Hozirda tuman prokuraturasi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Men ham avtobusda yurishni xohlayman. Prezident jamoat transporti xavfsiz, arzon va sifatli bo'lish kerakligini aytdi. Yuring prezident, avtobusga mening deb menga ham bir marshrutni ko'rsat. Eng og'ir hududingdan boshla. Men ham avtobusda yurishni xohlayman. Ko'z-ko'z qilish uchun emas, odamlar uchun xavfsiz, erkin, arzon bo'lishi kerak dedi prezident. Qozog'istonda hujjatsiz ushlangan 10 nafar o'zbekistonlik qo'yib yuborildi. Nur-Sulton shahridagi vaqtincha saqlash hibsxonasida hujjatsiz ushlangan 17 nafar O'zbekiston fuqarolari bo'yicha mamlakatning Qozog'istondagi elchixonasiga murojaat kelib tushgan. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xabariga ko'ra, bu murojaatni o'rganish uchun o'shalarning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar tayyorlangan. Mutasaddilar vaqtincha saqlash hibsxonasiga borib, fuqarolar bilan uchrashgan. Ularning 10 nafariga pasport borligi aniqlangan va jarima asosida qo'yib yuborildi. 7 nafar fuqaroning pasporti yo'qligi sababli ularga vatanga qaytish guvohnomasi tayyorlash uchun belgilangan tartibda ma'lumotlar olindi. Fuqarolarning bu holatga tushib qolishining sababi, ya'ni vaqtinchalik ro'yxatga qo'yish muddati tugaganligi va ishlash uchun ruxsatnomasi yo'qligi ma'lum bo'lgan. Ularga hujjatlarni rasmiylashtirish bo'yicha huquqiy tushuntirish berilgan. O'zbekistonda jamoat joylarida ibodat liboslarida yurish bo'yicha belgilangan jazo bekor qilinmoqda. Bu haqda deputat Rasul Kusherbayev xabar berdi. Yangi ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeks loyihasida fuqarolarning jamoat joylarida ibodat liboslarida yurish bo'yicha belgilangan jazo bekor qilinmoqda. Amaldagi kodeksga ko'ra, bunday huquqbuzarlik uchun bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravarigacha miqdorda jarima yoki 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoq belgilangan. Yaqinda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonundan fuqarolarning jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlariga yo'l qo'ymaslik talabi bekor qilingandi. Shunga asosan yangi kodeksdan javobgarlik ham olib tashlanmoqda va nihoyat yana bir mantiqsiz va ko'pchilikka noqulaylik keltiradigan jazo yo'qolyapti.